Assalomu alaykum, Nabijon Nurmatov kanaliga xush keldingiz. Bugun biz yana Jayxun, Qumsangir, Gulshanda turibmiz. Zaborda aparib o'rnatib qo'yib beradi. Hammaniga qaraganda viginisi katta. 30 so'm, masalan 40 so'm, 10 so'm farq qilsa ham aparib o'rnatib besplarini qo'yib beradi. Arzon. Ko'p joylarda bo'lyapsizlar, ko'ryapsizlar, 450 so'm, 460 so'm aparib o'rnatib qo'yib beradi. Ya'niki bu yerda 430 so'm aparib qo'yib o'rnatib, shuna besplatni qo'yib keladi. Agarki o'zingiz olib kelsangiz 330 so'm. Bu yerda setkasi ham bor ichida. Hammasi stoykalarda. Xalasa kimdir pod zakaz tayyorlatadi, stoykalarga ko'plar telefon qilib so'rayaptiki, masalan deydi, stoykasiga armatur qo'yirsa, armatur qo'ysa narxlari boshqacha bo'ladi. Buna bu yerda hozir quyilyapti. Hozir buna quyilyapti. Buna bu yerda setkalari ham bor. Buna bu setga hozir qo'yilayotgan setkalari. Buna qo'ygan sveji. Gullarga kelayotgan bo'lsak, turli tuman gullar juda ko'p. Har xilda razmerdagi gullardan aparib o'rnatib berasiz. Faqat siz zakaz qilasiz, telefon orqali telefon qilib, buna bu turgan setkalarda ne ko'ryapsizlar? Mana shundan ham odamlar endi tipa shunga o'xshagan, hozir katta-katta oraliqlari bo'ladi. Buna bu yerda gulning har xilda gullarning har turli tuman gullar ko'p. Quyganlarga kelayotgan bo'lsa, zakazlar pastdagi nomerlarga inshaalloh telefon qilasiz. Endi nima uchun sizlarga maqtag'animiz? Aytadi-ku, dual yig'ilsa ham deydi, ishkariga yig'ilsin deydi. Ko'garsa ham deydi, shu hamsoyaga yig'ilsa ziyon beradi. Shuning uchun nima bo'lsa ham o'zimiz ko'garsin. Yangi ochgan birodarlarimizni inshaalloh qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Chunki boshqa joydan ham borib sotib olyatsizlar. Inshaalloh shunday joylarni ochib bir paddeshga qilib motivatsiya bersak, shular yana hamki rivojlanishga juda kuch-quvvat bo'ladi. Buni ko'ryapsizlar, quyilib sveji turibdi. Shu yerdan kelib bemalol telefon orqali telefon qilib bog'lanib inshaalloh bir paddeshga qilasizlar degan umiddamiz inshaalloh. Chunki buni har bir kishi ochgandan keyin sal boshida paddeshga kerak bo'ladi. Shuning uchun bir paddeshga qilib buni qo'yilayotgan jarayonni ko'rib, setkalari, simitlar ham juda yaxshi berib, vibratsiya berib, hammasi qishda bilasizlar, hozir shu ustalarga ham gap yo'q, qishning kunida ishlayapti. Mana bugun 17-yanvar kuni mehnat qilyapti. Mana simitlar ham turibdi, 500 marka. Aparib o'rnatsa barakatda bas. Ko'plar aytadi, deydi, falan qilsa deydi, sinadi, piston qilsa deydi, maydalanadi. Hay, odamlar o'lib ketib boryapti. Endi bu kachествоsi yaxshi. Bundan ziyod sizlarga yana nima kerak inshaalloh? Bir paddeshga kerak, bir qo'llab-quvvatlash kerak inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.